Ko'r bizning ahvolimiz, g'aflatda qandoq yotamiz. Kezi kelgan chog'da iymonni pulga sotamiz. Bu dunyoning ishlari anankati. Buxoroning 12 darvozasini lang ochib berib, tavallud siyosatchilarning oyoq ostiga qo'ylar so'yamiz. O'g'limizga na adab, na fan, na yaxshi so'zlamak, na Xudoning buyrug'i bo'lgan ilm o'rgatamiz. Korimiz shundan iborat bo'ldi ushbu chog'da, o'ntadan bedona boqib yoz o'qish sayrotamiz. Hamda takiyalarda nasha ko'knori chekib, bachchaga kokil qo'yib, oh voh bila o'ynotamiz. Hovuz bo'yidagi bangilar narkotik moddalar iste'moli va savdosi. Qarimiz, boyonimiz, balki bu kun oqvondamiz. Nogahon ko'rsak agar bir besoqolni qotamiz. Janobi oqsoqollar, tirikmisizlar? O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi ko'rguvchi, biz ani dahriy sanib to'pponcha birla otamiz. 2015-yil peshonamga qurol tiradingiz kelib, ish talab qilyapsan, shijoatli ekansan deya. Olomon xabaringiz bormi shu ishlardan sizning? Orfaga nisbatan akt tuzdirib tomosha qilib o'tiribsiz. Mening boshimdan qanday savdolar o'tayotganidan xabaringiz bormi? Kelingiz, yoshlar, ziyoliylar, bu kun g'ayrat qiling. Uxlaganlarini agar qodir esak uyg'otamiz. Endi Qodirga o'xshagan otib pechga tiqib yoqib yuboring.